Assalomu alaykum. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Endi shahar sharoitida qo'y boqsalardan bo'ladi. Bu gapni oldin ham aytganmiz. Mana oddiy misol, mana shu qo'yxonamiz hozirda 10 ta qo'yga mo'ljallangan. Sal kattaroq bo'lsa 8 ta sig'adi. Bir tomoniga 5 ta yoki kattaroq bo'lsa 4 ta. Yana bir tomoniga shuncha joy bor. Eshiklarni bu joyda qoldirganmiz. Bu ham zakazga bu Toshkent shaharga. Qo'yni gayka bo'ldi, qaranglar mana. Gayka bo'ltli bo'lgan, ham bir-biriga kirpnina bo'lib kiradi, ham gayka bo'ltga qatiydi. Ponni poldan tevasi ponni sinimat bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari taxta polli qilganmiz. Taxtalarning orasida barmoq sig'adigan darajada, ya'ni qo'yda oyog'i tiqilib qolmaydi-yu, lekin go'ngi, siydiga tushib ketadi. Shahar sharoitida boqsilar, ya'ni qo'ylaring sasib, hidlanib, nima bo'lib ketmaydi. Tagini tozalash juda ham udobniy bo'ladi. Misol uchun, tagini stesh qilgan bo'lsalaring, sal uklon qilib turib, go'ngi yumalab tushib ketaveradi. Xo'p, taxtasi chirib ketadi deydiganlar uchun taxtasi chirimaydi. Sasna qilgan biz 3 ga 9 rossiyskiy sasna bo'lgan. Bu 4 yilda chiriydi. 4 yil 5 yilda chiriydi. U tezda chirib ketmaydi. U ham CD hisobiga. Agar CD bo'lmaganda sasnani bilasizlar, ancha vaqt turib berardi. Xo'p, poltaxtada ham umuman uloq yo'q, bitta ko'rsating. Poltaxtada ham umuman uloq yo'q. Xudo xolasa, juda chiroyli holatda. Oxirlari ham mustahkam, mana osilib ko'rsatilgan, mana qo'ylar bilamiz, bir xilga mahal oyog'ini qo'yib oladi. O'shaning uchun doполнительный nimaga nimalar remushoylar qo'yib qo'yganmiz. Eshigi bu tomonda ham bor. Ponni poldan tevasi yig'iladi. Oyoqlarini ham mustahkamligiga e'tibor berib qo'yasizlar. Hozir 4 metrligiga 10 ta oyoq qo'yganmiz. Doполнительный yog'larda yordamchilari ham bor, xudo xolasa. 80% profil qilganmiz, 20% konteyner mahsulotini ishlatganmiz. Shtobe maza qilib ishlatasizlar. Qo'yxonaning tekisligiga haqiqatda tekis bitta baho beringlar, o'zingizlar mana, jigarlar. Juda tekis mana. Svarkalari ham juda chiroyli holatda qilingan. Ana, hech nima bo'lmaydi. Garantiyasi bor. 2 yil, 3 yil garantiya beraveramiz, xudo xolasa. Hech nima bo'lmaydi. Svarkalari ham qo'yib yubormaydi. Bundan tashqari, endi narxini aytib ketadigan bo'lsak, 1,5 ga 4 metrlik tomi bilan 5 million 600 ming so'm tomi bilan, jigarlar, tomi bilan. Dastavka Vodiy Toshkent shahar markazigacha bepul. O'zingiz olib ketadigan bo'lsangiz, arzonroq ham qilib beramiz. Xo'p, polini tomini chiqarib oladigan bo'lsak, navesini chiqarib oladigan bo'lsak, 800 ming minus qilaveramiz, ya'ni 4 million 700 ming so'mga aylanadi. Tomsiz 4 million 700 ming so'm, tomi bilan 1,5 ga 4 metr 5 million 600 ming so'm. Bundan tashqari bu 1,5 ga 1,5 lik varianti. Kraskasini endi sepishdi buni. Mana taylariga ham mana ko'rib turganingizdek ugoniylar qo'yib qo'yganmiz. Mustahkam, chotki javob beramiz, buni garantiyasi bor. Xo'p, 1,5 ga 1,5, 2 xona bo'ladigan bo'lsa, narxi 2,5 million. O'rtasida perigorодkasini olib tashlaydigan bo'lsak, 2 million 300 ming so'm bo'ladi. Bundan tashqari bu tomonga olib keling. Xo'p, bu tarafda endi hali go'sht yo'nalishida qo'chqor boqadiganlar uchun bu qo'yxonamizni tavsiya qilamiz. Sababi alohida xona bo'lgan. Buni ham kraskasini qilishdi endi, poltaxtasini endi qatiramiz buni ham. Alohida boqishdan maqsad go'sht yo'nalishida boqadiganlar buni tor joyda boqadi, ovqatini beradi, yemini bergandan keyin semiradi, bir haftada bir marta aylantirib kelib qo'ysa bo'ldi. Chigalni yozgani. Qo'yga unaqa keng joy bo'lish shart emas. Endi imminlar go'sht yo'nalishida qassobga qo'y topshiradiganlar biladi buni. Hali 4 oy, 5 oy boqadiganlar imminlar shunaqa boqadi. Keyin yana bitta plus tomoni bor. Misol uchun bitta qo'yingizga yana bitta to'rosiga yemini bir xilda qilib berdingiz, o'lchab misol uchun, qancha yeganini ham bilib turasiz. Qancha yeganini ham bilib turasiz. Buni narxini aytamiz endi. Toshkentga, Vodiyga dastavkasi bilan har bitta xonasini 1 million 200 ming so'mdan qilib beryapmiz. Qimmat deyishlaring mumkin, lekin bu puliga arziydi. Sababi orasida zichligini ham juda ham zich qilganmiz. 10 sm chiqadi. Qolgan qo'yxona qiladiganlar 14-15 qilishadi. Material oz ketganini hisobiga narxi arzon chiqaveradi. Keyin ularga konteyner material, bizniki 80% profil. Profil konteynerdan qimmatroq yuradi. Stenkasi 1.7 lik bo'ladi. Konteyner joyimizniki 2.2 lik bo'lgan. Kraskasi ham ko'chib ketmaydi, xudo xolasa. 1 million 200 mingdan xonasi 4 xona bo'ladigan bo'lsa 4 million 800 ming, 5 xona bo'lsa 6 million so'm bo'ladi. Bundan tashqari bu o'sha aytganimizda 1,5 ga 1,5 bu hozir chiqib ketadi. Mana bunisi o'sha aytganim 2 million 200 mingligi. 1,5 ga 1,5 eshigi bitta, oxiri bitta bo'ladi. Buning ichiga 3 ta qamasalar ham bo'ladi ichiga. 2 million 200 ming qilib beryapmiz buni. Bundan tashqari to'yxonamiz mana. Buni narxini hozir
1 million 100 ming so'm qilib qo'ydik. Bu ham polniy setkalarigacha, profillarigacha yangi bo'lgan, ofta o'tmaydi, tagiga falgani tashlab qo'yganmiz. Ichiga 10 ta, 15 tacha tovuq bemalol ichiga sig'averadi. Bundan tashqari bunisi 1,5 ga 2,5 metrli varianti. O'rtasida pergorotkasini chiqarib qo'yganmiz. Mana ko'rsating. O'rtasida pergorotkasi bor. Ikkitadan 4 ta sig'adi bunga. Ikkitadan 4 ta sig'adi. Buni narxini hozirda 3 million 700 ming so'm qilib beryapmiz. Bundan tashqari bunisi 2 metrligi. Bu 2,5 metr, bu 2 metrligi. Buni ichiga ham общий bo'lgan hisobiga 4 ta sig'averadi bemalol. Общий bo'lgan hisobiga. Buni 3,5 million qilib beramiz. Bu tomonda 1,20 dan 3 xona qilib berganmiz. Ya'ni 3,60 bo'lgan, общий 3,60 bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, bir tomoniga 2 ta, o'rtasiga 2 ta, yana chekkasiga 2 ta, 6 ta qo'chqor bemalol sig'averadi jigarlar. Urishib qoladigani bo'lsa, o'rnini alishtirib qo'ysalar ham bo'laveradi. Mana ko'rib turganingizdek, mana bunaqa narsalargacha bo'ladi. Xudo xolasa mustahkam mana jigarlar. Hamma yo'g'iga javob beramiz. Buni narxini hozirda 4 million 600 ming so'm qilib beramiz. Bu 3,60 lik, ichi 3 ga bo'lingan. Общийliklar arzon yuradi. Xona qilgan sari narxiga qo'shiladi. Sababi pediga o'tgan donasi 200 ming so'm bo'ladi. Batga hozir 2 ta qo'yilgan. Oxirlar, eshiklar alohida nima bo'lgani uchun haliga ish ham ko'p ketadi. Bu ham 1,5 metrlik. Bu ham zakazga bo'ldi. Buni ham berib yuboramiz. Xo'p, bu ham tayyor bo'lib qoldi pashti. Xudo xolasa, bemalol qanaqa fikrlar bo'ladigan bo'lsa kommentariyada yozib, telefon qilaverasizlar.